Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga kiberjinoyatchilar sim kartalar orqali qanday qilib pullaringizni o'g'irlash haqida so'zlab bermoqchiman. Bu biroz qo'rqinchli, lekin bilish juda muhim. Boshladik. Birinchidan, eng keng tarqalgan usul sim karta almashtirish hujumidir. Bu yerda firibgar sizning ismingiz, telefon raqamingiz va hatto pasport ma'lumotlaringiz kabi shaxsiy ma'lumotlaringizni to'playdi. Keyin u sizning mobil aloqa operatoringizga qo'ng'iroq qilib, o'zini sizdek ko'rsatib, sim kartangiz yo'qolganini yoki boshqa raqamga o'tkazish kerakligini aytadi. Operator yangi sim karta berganida eski sim kartangizni o'chiradi. Endi firibgar sizning barcha SMSlaringizni, jumladan bank kodlaringizni ham oladi va bank hisobingizga kira oladi. Bu juda xavfli. Keyingi usul phishing va ijtimoiy injineriya. Firibgarlar bank hisobingizga shoshilinch muammo borligini, soxta elektron pochta xabarlar yoki SMSlar yuborishadi. Ular sizdan havolaga bosishingiz yoki tasdiqlash kodingizni yuborishingizni so'rashadi. Agar aldansangiz, ular bank hisobingizga kira oladilar va keyin nima bo'lishini bilasiz. Va nihoyat jamoat Wi-Fi hujumi. Kafelarda yoki aeroportlarda bepul Wi-Fi dan foydalanasizmi? Ehtiyot bo'ling. Hakerlar sizning ma'lumotlaringizni, jumladan login va parollaringizni o'g'irlashlari mumkin va shu tariqa hisobingizga kiradilar. Xo'sh, o'zingizni qanday himoya qilasiz? Mana bir nechta maslahatlar. Birinchi, SMS kodlar o'rniga Google Authenticator kabi ilovalar yordamida yoki ikki faktorli autentifikatsiyani yoqing. Sim kartangizga PIN kod qo'ying. Elektron pochta xabarlari yoki SMSlardagi shubhali havolalarni bosmang. Shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa telefon raqamingizni sir saqlang. Bepul Wi-Fi dan ehtiyot bo'ling. Iloji bo'lsa VPN dan foydalaning. Agar biror narsa shubhali tuyulsa, bankingiz bilan bevosita bog'laning. Xulosa qilib aytganda, kiberjinoyatchilar sim kartalar orqali pul o'g'irlashni ayyor usullarga ega, ammo siz ularni aldashingiz mumkin. Hushyor bo'ling, shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qiling va kuchli xavfsizlik choralaridan foydalaning. Agar bu video foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va boshqa videolar uchun obuna bo'lib qoling. Keyingi videolarga qadar o'zingizni ehtiyot